Assalomu alaykum azizlar. Hozir Moskva oblasti Rospotrebnadzordan chiqdik. Bir opamizni patentga topshirgan vaqtda analizlarida yomon chiqqan, ya'ni sifilisga podozrение qilib Rossiyaga kirishga zapret qo'yilgan. Hozir zapret qarorini oldik. Endi xudo xolasa O'zbekistondan kerakli spravkalarni tayyorlab, zapretlarni vaqtinchalik to'xtatib, Rossiyaga kirib kelishlariga ruxsat olamiz. Chunki O'zbekistonda ko'rikdan o'tdilar, hech qanday kasallik aniqlanmadi. Ya'ni oldin qanaqadir kasallik bo'lgan bo'lsa ham hozir sog'lomlar. Agar sizda ham patentga topshirganingizda analizingiz qanaqadir yomon chiqib, sifilis yoki bo'lmasa tuberkulozga podozrение qilib zapret qo'yilgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsangizlar bo'ladi. Avval O'zbekistonda ko'rikdan o'tib tekshirtirasizlar. Agar kasallik aniqlanmasa, biz zapretingizni to'lig'icha bekor qilib beramiz.